Mana pomidorlarimiz. Mesela gulladi. Meyvalarimiz chugiyapti, endi chugishni boshladi. Mana xudo xolasa meyvalar chugishni boshladi o'sha. Mesela chugiyapti endi. Meyvalar chugishni boshladi. Pomidorimiz. 5 mingta. Ekkanimizga 40 kun bo'lib qoldi. Xudo xolasa 3-4 kundan keyin 40 kun bo'ladi. Shu holatga keldi mana. 80 santimetr, 1 metr bo'lib qoldi oldi. Ko'chatni bo'yi. Timatda chugidek baylab. Bu yuradigan yo'limiz. Bittaga tashab qo'yganmiz. O chotadan suv ichadi. Chotadan suv ichgan yaxshi ekan. Bir sug'orib qo'ysangiz bir hafta 10 kun turaverar ekan. Soya ushlab. O'zini salqin, o'zini ushlab. Pomidorlarimiz. Mana chugishni boshladi endi xudo xolasa. Endi mana narsa chugiyapti mana. Mana ular ham zo'r bo'lib qolibdi, o'sha chugib. Shu yerda o'zida 4-5 ta turibdi. Mana shunaqa qilib birin-ketin solaveradi ekanda bu. Mana shig'ir gulladi rosa. Chaman bo'laversa gulladi.